Biz uni otini aytishimiz bilan u bizga yaqinlashadi. Jin degan so'zni aytishimiz bilan biz to'g'rimizda gapiryapti deydi, bizni atrofimizga yig'ilishadi. Lekin bizni ko'zimizni Alloh parda bilan to'sib qo'ygan. Biz ularni ko'ra olmaymiz. Agarda jinlarni ko'ra olganimizda edi, yuragimiz yorilib o'lar ekanmiz. Siz hojatxonaga kirganingizda yoki yolg'iz qolib bir uyda avratingizni ochganingizda jinlar bir chetda turib tomosha qilar ekan. Ular ham odamga o'xshagan, ya'ni Allohga yaratgan. Alloh ularga ham nima bergan? Imkoniyat bergan. Yer yuzida ular xuddi sizlarga o'xshab bola orttiradi. Musulmon kofiri bor. Ular ham sinovga kelgan. Biz musulmonlar bor, kofirlar bor. Ularda ham xuddi shunaqa. Kofir bizga ziyon beradi, musulmoni xuddi bizga o'xshab namoz o'qiydi. Ularga kim iymonlik qilgan, ya'ni kim nusrat olib kelgan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aynan mana shu jin masjidini ularga musulmonchilikni o'rgatganlar. Oldin ular kofir bo'lgan. Aynan shu yerga kelganlarida ularga islomni hammasini o'rgatganlar. Allohu a'lam, endi hozir bilmayman qaysidir sahobani kelganlar. Kelganlarda haligi sahobani atrofiga dumaloq qizib, shu yerdan qimilmasdan turing deb aytganlar. Nimaga? Jinlar ziyon yetkazib qo'ymasin deb. Keyin bir chetga borib, kimlardir gaplashayotganlarini sahoba eshitgan, pichirlashib gaplashayotganlarini. O'shanda oldilariga, sahobani oldilariga qaytib kelganlarida so'raganlar. Sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan, siz kimdan gaplashdingiz? Hech kim yo'q edi-yu deganlarda, jinlarga men islomni o'rgatib keldim. Ular musulmon bo'ldi ko'p deb dalolat qilganlar. Allohu a'lam. Mana shu jin masjidini o'rnida shu hodisa bo'lgan. Shundan keyin jinlarni ko'pi musulmon bo'lgan. Yana bitta narsada, agarda bilsanglar, shaytonni arshi qayerda? Yana dengiz bo'yida. Dengiz suvini bo'yida shayton arshi bor. Yer yuzida odamzod kemasidan oldin ular isyonkor bo'lgan, buzg'unchilik qilgan. Keyin nima qilgan? Farishtalar tushib, ular bilan jang qilib, orol, ya'ni dengizlarni bo'yiga olib borib tashlab qo'ygan. Ana o'sha yerda makoni ular. O'shaning uchun nima deydi? Shaytonni arshi deydi, dengizning og'zida deydi. O'sha chetlarda, o'rtalarda, orollarda ko'pchilik o'shaning uchun dengizga borganda sal tutqanoq tutib qoladi. O'shaning uchun yolg'iz yurmaylar. Jin kimga ziyon yetkaza oladi, bilasizmi? Yolg'iz yurib, tahoratsiz yurgan odamga. Keyin avratini yolg'iz bitta oynaga qarab tinmasdan ochib farog'ida sochini tarab o'tirgan ayol kishini yaxshi ko'rib qolsa, ziyon yetkazaveradi. Shunaqa Allohu a'lam, endi eshitganlarimiz. Hattoki jinlar yaxshi ko'rib qolsa, to jonini olmaguncha uni juft halolini tinch qo'ymaydi. Kechasidan ziyon ham yetkazadi. O'shaning uchun har doim nima qilasiz? Har doim kechqurun o'zingizga o'zingiz dam solib yurasiz.